Assalomu alaykum kuzatuvchilar va musofirda yurgan aka-ukalar. Navbatdagi ishlarimizni Farg'ona viloyati Yaypan tumani Qayqobod qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Bu yerga o'rnatgan ishlarimiz mana bunday kalitka, endi kichkina eshikcha, Samarqand fasonda, hashamdor fasonda bo'lgan. Keyin nariyoqda katta darvozasini ham olib kelib o'rnatganmiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, mana shular haqida ma'lumotni berib o'tamiz akalar. Videoni rivoji uchun bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esdan chiqmasin. Hop, boshladik masalan. Hop, bu eshigimiz yonga ochiladi ichkari tomonga. 2 qavatlik shumkalik bo'lgan. Materiallarda stenasi profillar 6 ga 4 profil ishlatilgan, polniy ichi yutashiga 1.7 stenada bo'lgan. Stoykalari 8 ga 4 ikkilik stenada bo'lgan. Mana bu girdilari ham gipda avvalgi holatda qilib bukib chiqarilgan. Ochilib yopilishlari juda ham chiroyli holatda ochilib yopiladi akalar. Zamoklarga zubr zamok, ishonarli zubr zamokdan qo'yib berganmiz. Hop. Mana bunday gulchalarni ham chiroyli qilib o'ziga yarasha chiroyli holatda qilib berganmiz akalar. Endi katta darvozamiz yonida girdilari bilan hashamdor holatda bo'lib chiqqan. Shumlarni o'zlaring eshitib bahosini beraverasizlar. Hop. Shumkaga nima qo'yasizlar deyapti. Ko'pchilikdan savol shu bo'lyapti. Shumkaga stiklovata penoplast qo'yiladi. Endi stiklovata bilan penoplast qo'yilishidan maqsad stiklovatani o'zi bo'lganda issiq sovuqni qaytaradi, lekin tikka holatda oqib ketish ehtimoli bor. Shuning ehtimoliga penoplast ham qo'yiladi akalar. Hop. Listlarning stenasi ikkilik stenada, ikkinchi qavat listlari gulli mana bunday 1.2 stenali list bo'ladi. O'rtalariga ham o'ziga yarasha chiroyli noodatiy holatda gullarni qo'yib berganmiz. Hop, bu darvozamizda kvadrat metri 1.350.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkasini qilib beryapmiz akalar. Qo'shni respublikalarga neytralkagacha olib borish dastlabkalari ichida bo'ladi. Unda u yog'ini rasxodini qo'shib berilsa, olib borib o'zimiz ustanovka qilib beramiz akalar. Buni ham shu yonlarda girdilari gipda bukib, avvalgi holatda qilingan. Hech qanday bolgarka ishlatib, nima deydi, shikast yetkazilmagan materiallarga uloq narsalar qo'yilmaydi akalar. Ahamiyat berib qo'yasizlar shu joyiga. Hop. Stoykalari shivirlar bo'lgan, 10lik shivirlar, pastiga 8lik shivirlar qo'yilgan, tepalariga 10 ga 5 profildan ishlab berilgan akalar. Girdini tayyorlab. Ichkari holatni ko'rib o'tamiz. Ko'pchilik so'raydi shu narsani, ichkari holat qanday holatda chiqadi, orqa holati. Orqa holati akalar mana shunday tekis ishlangan bo'ladi. Silliq ishlangan bo'ladi. Mana shunday qovurg'alari ko'rinib turadi ichkari tarafdan. Lekin vidini buzmaydi. Har bitta darvozamizga mana shunday sentr zamok qo'yib beriladi akalar. Shunday bitta buraladi, ikkala tomonda ham kurcho'ga chiqadi. Mana shunday holatda ochiladi. Hop. Ochilishi 90 gradus bemalol keladi. Zakazga ko'ra mana shunday fason bo'lib turib, yana qo'shimchalari bo'lsa, zakazga ko'ra o'zgartirsak bo'laveradi akalar. Buraysiz ikkala tomonga ham kiradi. Xo'p. Ko'pchilikka qiziq, bitta darvoza qanchaga tushadi? Общий narxi. Hop, mana shu darvozamiz eniga 350, bo'yiga 3 chekkasidagi nalishnigi bilan bo'lsa 4 metrga boradi. Buni ham chekkasidagi nalishnik mana bu girdilari bilan bo'ladigan bo'lsa, eniga 4.10 ga boradi. Mana shu holati eshigi bilan birga bo'lib turib akalar 26 millionga ustanovka bo'lyapti. 26 millionga. Kvadrat metri 1.300.000 so'mdan kelishganmiz akalar. Mana shunday narxda listlarning stenasi 2lik, profillarniki 1.7lik. Mana bu ikkinchi qavat listlari 1.2lik gulli list qilib qo'yib berganmiz akalar. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.
Keyingi videolarda akalar ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.